Assalomu alaykum viloyatimiz aholisi, qadrli hamyurtlar. Bugungi brifingimiz orqali sizlarga o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonuniga muvofiq viloyatimizda birinchi chorak davomida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot beramiz. Ushbu jarayon mamlakatimizda aholining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasi hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga egalik huquqini e'tirof etilayotgani, aholining uy-joyga doir huquqlarini qo'llab-quvvatlab, uzoq yillardan buyon foydalanib kelayotgan turar joylarni davlat ro'yxatidan o'tkazish va inson qadrini ulug'lashga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Xatlov jarayonlari o'zi 5 bosqichdan iborat ketma-ketlikda amalga oshirilmoqda. Bunda birinchi bosqichda mahalla chegarasini yaratish va inventarizatsiya hududi chegarasini yaratish. Ikkinchi bosqichda ko'chmas mulklarni inventarizatsiyadan o'tkazish. Uchinchi bosqichda ko'chmas mulklarni migratsiya tizimi orqali UZCAT axborot tizimiga olib o'tish. To'rtinchi bosqichda UZCAT axborot tizimida elektron yig'ma jild shakllantirish. Beshinchi bosqichda e'tirof axborot tizimiga to'plangan ma'lumotlarni kiritishdan iborat. Ushbu ishlarni bajarishda Davlat kadastrlari palatasi, Samarqand viloyat boshqarmasi va tuman shahar filiallaridan 300 dan ortiq xodimlar safarbar qilingan bo'lib, shundan 247 tasi kadastr muhandislari hisoblanadi. Kadastr agentligi tomonidan tasdiqlangan reja grafika asosan joriy yilning birinchi choragida jami 43 ta mahallada xatlov ishlarini amalga oshirish belgilangan bo'lib, hisobot davrida jami 41 ta mahallada xatlov ishlari olib borildi va 15 ta mahalladagi xatlov ishlari to'liq yakunlandi. Obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra yakunlanmay qolgan 26 ta mahallani yakunlash bo'yicha xatlov ishlari jadal davom ettirilmoqda. Xususan, xatlov ishlari olib borilgan 41 ta mahallada jami 23309 ta ko'chmas mulk obyektlari xatlovdan o'tkazildi. E'tirof dasturida muhokamadan o'tgan obyektlardan 1-aprel holatiga 3475 tasi bir martalik to'lov kutilmoqda bo'lib turgan. Shuningdek, mazkur qonun ijrosi doirasida 3713 ta obyektga nisbatan xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashi tomonidan egalik huquqi e'tirof etilgan bo'lib, shundan 1017 tasi, ya'ni 27.4% ni kadastr davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha buyurtmalar berilgan xolos. Ushbu jarayonda fuqarolardan mening uy-joyimga egalik huquqlari e'tirof etildi, lekin bu yilgi soliq summasida o'zgarish bo'lmadi degan mazmundagi bir qator savollar kelib tushmoqda. Vaholanki egalik huquqi e'tirof etilgan ko'chmas mulklar kadastr idorasidan davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan bo'lsa, soliq summalari avvalgidek hisoblanadi. Sababi, amaldagi qonunchilikka ko'ra, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar vujudga kelganda, ya'ni egalik huquqi e'tirof etilganidan so'ng, ushbu obyektni 1 oy muddat ichida kadastrdan davlat ro'yxatidan o'tkazish huquq egasining majburiyati hisoblanadi. Buning uchun Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari, ya'ni mygov.uz portali orqali murojaat etish lozim bo'ladi. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimizki, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun o'z vaqtida murojaat etmaslik Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 68.1 moddasiga asosan jarima solishga asos bo'ladi. Mazkur 937-sonli qonun asosida ko'chmas mulkingizga nisbatan egalik huquqi e'tirof etilganligi to'g'risida sizga SMS xabarnoma kelgan bo'lsa, tegishli qarorni tuman adliya bo'limidan olgan holda Davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qilib, ko'chmas mulkingizni o'z nomingizga davlat ro'yxatidan o'tkazishingizni so'raymiz. Shundan so'ng sizning ko'chmas mulkingiz davlat ro'yxatidan o'tgan kundan boshlab unga bo'lgan huquqlar vujudga kelgan deb hisoblanadi hamda barcha davlat tashkilotlari va boshqa subyektlar tomonidan tan olinishini ma'lum qilamiz.